talab va istaklarga bugungi kundagi javob berib kelayotgan mebelarimizdan biri bu Madrid spanli komplektimiz bo'ladi. Давайте men bugun sizlarga buni bitta obzor qilib beraman. Shkafning razmeriga keladigan bo'lsak, uzunasiga 210, eniga esa 240, chuqurligi 50 bo'ladi. Ikkita tomoni xuddi shunaqa veshelniy tarzda bo'ladi. Bir tomoni, ya'ni o'rta joyi esa polka variantida bo'ladi, sensor svetlarda bo'ladi, ya'ni ochilib yopilganda o'zi yonib, o'zi o'chadigan tarzda. Kravatimizning razmeriga keladigan bo'lsak, uzunasiga 215, eniga esa 205 bo'ladi. Bosh qismi xuddi shunaqa materialdan bo'ladi, o'zi esa MDF karkasda bo'ladi. Komplekt kravatimizning o'zini yoniga chiroyli qilib moslab, ikkita tumbushkasini qo'yib qo'yilgan tandem mexanizmda 45 ga 40 razmerlarda bo'ladi. Bu komplektimizdan ikkita o'ziga xos qilib chiroyli qilib ishlangan trimosi bo'ladi. Fasollari, dizaynlari gap bo'lishi mumkin emas. Sensorli svetda mexanizmlari tandem mexanizmda bo'ladi. O'zi yo'q, bu yerda yopib qoladi. Agarda ushbu komplektimiz sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Yana bir qiziq ma'lumot, bu mebelimizning 3 oydan 12 oygacha bemalol bo'lib to'lash xizmati ham mavjud.